Tataristonda islom asoslari bo'yicha bepul kurslar boshlanadi. Tataristonda oktyabr oyida islom va diniy ta'lim asoslari bo'yicha kurslar boshlanadi. Bu yil respublikaning 700 dan ortiq masjidlarida bepul mashg'ulotlar o'tkaziladi deb xabar beradi Tatariston Respublikasi Milliy matbuot boshqarmasi matbuot xizmati. Kurslarning ba'zilari sentyabr oyida boshlangan. Qariyb 1,5 ming o'qituvchi dars berishi, 25 mingga yaqin kishi esa tinglovchi bo'lishi rejalashtirilgan. Diniy ta'lim dasturi Tatariston Respublikasi musulmonlarining ma'naviy boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan va 3 yilga mo'ljallangan. Darslar ko'pincha dam olish kunlari o'tkaziladi va mashg'ulotlar vaqti tinglovchilarning xohishiga ko'ra belgilanadi. Aksariyat kurslar erkaklar va ayollar uchun alohida ta'lim amaliyoti ko'zda tutilgan. Islom asoslari o'quv qo'llanmasi eng muhim islomiy fanlarni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar asosiy hayotiy sikllarning omillari haqida ham asosiy bilimlarni beradilar.